Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 42-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda fe'lningki asli harf e'tibori bo'yicha ikki qismga bo'linadiganligi haqida so'zlaymiz. Deydi al-fi'l bi'atibari al-asl qisman. Fe'l asli e'tibori bo'yicha, ya'ni asli harflari e'tibori bo'yicha ikki qism bo'ladi. Birinchi qismi sulatiyul ahruf. 3 harflik fe'l. 3 harflik fe'l degan qanday fe'l desa, asli tarkibida 3 harf bo'lgan fe'l. Kataba degan. Endi bu 3 harflik fe'lni o'z ichidan ikki turga bo'linadi. Nimda? Mujarrad va mazid. Mujarrad degan nima desa, ma kanat ahrufu madihi thalathatun faqat min g'ayri ziyada. Mujarrad deganimiz, ya'ni sulatul ahruf mujarrad deganimiz, uningki mazisining harflari faqat ziyodasiz 3 harf bo'lgan. Masalan, kataba, qaraa deganga o'xshagan. Mana bu sulatiyul ahruf mujarrad. 3 harflik sab bo'lgan fe'l. Endi bu sulatiyul ahruf 3 harflik bo'lgan fe'l mazid deb ikkinchi qismga bo'linadi. Mazid. Bu mazid degan nima desa, mazida fihi ala ahruf madihi 3 harfun wahidun aw harfan aw 3 ahruf. Endi sulasi mazid deganimiz oningda mazisdagi 3 harfga 1 yoki 2 harf yoki 3 harf ortiq qo'llanadi. Ya'ni asli mazisidagi 3 harfga 1 harf yoki 2 harf yoki 3 harf ortiq qo'llangan bo'lsa, biz buni nima deymiz? Sulasi mazid deymiz. Akrama, intalaqa, istig'fara deganga o'xshaydi. Akramada alifdan iborat 1 harf ortiq qilindi, intalaqada 2 harf alif nun ortiq qilindi, istig'farada alif, sin va ta'dan iborat 3 harf ortiq qilindi. Unda o'z nima uchun buni biz yo 4 harflik o'zining harf soni bo'yicha yo 5 harflab otib o'tmaymiz deganda, chunki buning asli kelib chiqish qancha harf? 3 harf. Akrama karamadan chiqqan, intalaqa talaqadan chiqqan, istig'fara g'afaradan chiqqan. Demak, bu asli kelib chiqish 3 harf bo'lg'achqa, keyin buningga harf qo'shilib qolgan bo'lg'achqa biz buni sulatiyul mazid deb ataymiz. Ortiq qilingan 3 harflik fe'l deb ataymiz. Demak, fe'l aslilik e'tibori bo'yicha ikki qism bo'ladi. Birisi sulatiyul ahruf. Sulasi fe'l bu ikki qism bo'ladi, mujarrad va mazid deb. Mujarrad deganimiz saf hech qanday harf ortiq qilinmagan 3 harfdan tarkib topgan fe'l. Mazid deganimiz asli shu 3 harfiga 1 yoki 2 yoki 3 harf ortiq bo'lib qolgan fe'llarni biz sulasi mazid deb ataymiz. Ikkinchi qismi qaysi? Rubaiyul ahruf. 4 harflik fe'l. Rubai fe'l. Buna o'xshashlar mujarrad va mazid deb ikki turga bo'linadi. Mujarrad deganimiz ma kanat ahrufu madihi 4 faqat min g'ayri ziyada. Mazisining harflari faqat 4 bo'lgani, ziyodasiz 4 harf bo'lgan. Masalan, dahraja, waswasa. Asli kelib chiqishining uch taraf shu. Waswasa. Mana bu rubai mujarrad. İkincisi rubai mazid. Rubai mazid degan nima deganda, mazida fihi ala ahruf madihi al-4 al-asliya harfun wahid aw harfan. Rubai mazid deganimiz buningga, ya'ni asli 4 harflik mazidagi harflarga 1 yoki 2 harf ortiq qilingan bo'lsa, biz buni rubai mazid deb ataymiz. Masalan, tazalzala. Asli zalzala. Shunda buningga ta harf ortiq qilindi. Ya'ni 1 harf ortiq qilindi. Ihranjama. Buningga 2 harf ortiq qilindi. Mana shunga o'xshagan asli harfiga 1 yoki 2 harf ortiq qilingan bo'lsa, buning bo'ladi rubai mazid bo'ladi. Demak, fe'l asli e'tibori bo'yicha sulasi va rubai deb ikkiga bo'linadi. Sulasi ikkiga bo'linadi, mujarrad va mazid deb. Sulasi mujarrad deganimiz asli 3 harf bo'lgan, hech qanday harf ziyoda bo'lmagan. Kataba, qaraa deganga o'xshagan. Sulasi mazid deganimiz asli 3 harfga 1 akrama deganga o'xshagan, yoki 2 harf intalaqa deganga o'xshagan, yoki 3 harf istig'fara deganga o'xshagan ortiq qilingan. Rubai mujarrad va mazid deb ikki turga bo'linadi. Rubai mujarrad deganimiz asli saf hech qanday ortiq qilinmasdan 4 harf bo'lgani, rubai mazid deganimiz asli saf 4 harfga 1 yoki 2 harf ortiq qilingan deymiz. Mana bu
fe'lninki aslik e'tibori bo'yicha ikki qismga bo'linishi. Endi fe'l zamonga aloqador bo'lish, bo'lmaslikdan ikki qism bo'ladi. Endi fe'llarning ichidan o'zi fe'l masdar emas, fe'l lekin hech qanday zamonga aloqador bo'lmaydigancha fe'llar bor. Ya'ni hech qanday zamonga deganimiz bir xil zamonda turadigan. Uningdan ya bir xil mazi chiqadigan, ya bir xil muzari chiqadigan, ya bir xil amr chiqadigan. Shundaq bir zamonga aloqador bo'lish, bo'lmaslikdan ikki qism bo'ladi. Deydi el-fi'lu min haythu ta'alluq ma'nahu biz-zaman va adamihi qisman. Fe'l uning ma'nosi zamonga aloqador bo'lish, bo'lmaslik jihatda ikki qism bo'ladi. Lafziy jihatda chuqur bir zamonga tava, maziga ya mudariga ya amrga. Ammo ma'nosi zamonga tavami, tava emasmi? Mushu jihatdan fe'l ikki qism bo'ladi. Buni uning ma'nosi zamonga aloqador bo'lish jihatdan deb tushunsak bo'ladi yoki uning turlanmaslik jihatdan deb tushunsak bo'ladi. Ikkisi o'xshash gap. Bu qaysi qism deganda birisi jamid fe'l, yana birisi mushtaq fe'l. Yoki mutasarrif fe'l. Jamid fe'l degan nima desa, endi o jamid fe'l deganimiz bir xil ko'rinish keladigan. Ya bir xil mazi, ya bir xil mudari, ya bir xil amr. Bundan hech qanday bir vaqt hukmi yo'q. Vaqtga bog'lanmagan vaqtdan xoli keladi bu. Masalan, deydi jamid fe'l deganimiz huval fi'lu allazi yalzimu suratan wahida min suwar at-tasrif va la ya'ti minhu suratun ukhra. Jamid fe'l deganimiz o tasrifninki, ya'ni turilishninki ko'rinishlardan bir ko'rinishni lozim tutadigan. Ya'ni turilishning ko'rinishlari deganimiz fe'l 3 ga turiladi. Mazi, muzari, amr deb. Mushu ko'rinishlardan birini lozim tutadigan, ya mazini, ya muzarini, ya amrni degandek. Va mujarradan aniz zamani allazi yu'tabaru fi dalalatil fi'l. Fe'lninki ma'nosida, ya'ni dalolatida e'tiborga ilinadigan vaqtdan xoli bo'lgan fe'l. Demak, buning ikki xususiyat bor. Jamid fe'lda ikki xususiyat bor. Birisi, u bir xil ko'rinishda keladi. Ya mazida keladi, ya muzarida keladi, ya amrda keladi. Masalan, laysa desak, bu faqat mazidan keladi. Muzari chiqamdi, amr chiqamdi. Mushunga o'xshagan bir xil ko'rinishda keladi. Ikkinchi xil xususiyati u asli fe'lda bo'lishga tegishli, fe'lning ma'nosida bo'lishga tegishli vaqtincha xoli bo'ladi. Masalan, emas desam, laysa emas. Qaysi zamonga tava bu? Bunda umuman nuqsini aytmoqda, uni vaqt hukmi yo'q. Yoki, laysida bir oz o'tgan zaman hukmi bor ekan. Asa desam, asa shundoq. Umid kelsa, buni qaysi vaqt zaman hukmi bor? Bisa ajab yomon desam, buni qaysi zaman hukmi bor? Shunga o'xshagan. Ya'ni, unda vaqt hukmi bo'lmagan va bir xil ko'rinishni lozim tutgan fe'lni biz deymiz, jamid fe'l deymiz. Asa, bisa, qada degan o'xshagan. Asa umidki shundaqo, bisa ajab yomon degan gap. Qada boshqa degan gap. Hammasi fe'l, ammo asa faqat nima lozim tutdi? Mazini, bisa uchun lozim, mazini, qada uchun mazi. Bundan muzari yoki amr uchun chiqmaydi. Endi bu jamid fe'l 3 turlik bo'ladi. 3 turlik bo'ladi. Biz jamid fe'lni turilishninki ko'rinishlardan bir ko'rinishni lozim tutadi dedik. Mushu nuqtadan 3 turlik bo'ladi. Birinchisi ma kana mulaziman lil madi. Mazini lozim tutadi. Biz bayatdan buni zamondan xoli dedik. Endi bu yerda mazini lozim tutadi dedik. Mazining qaysi zaman? O'tgan zaman. Bu uningki lafziy jihatda, ma'ni jihatda emas. Ma'ni jihatda zamondan xoli bo'ladi. Ammo lafziy jihatda cho'qim zamondan biriga tava bo'ladi. Lafziy ko'rinish, ya'ni uning qurilma jihatda. Jamid fe'l 3 turlik bo'ladi. Birinchisi ma kana mulaziman lil madi. Madini lozim tutadigan. Masalan, davom mazi keldigani muzaricho yoki amricho kelmaydi. U qaysi deganda ba'zi naqis fe'llar. Masalan, laysa, madama, asa, hara, ikhlawlaqa, karuba. Bu fe'llarning hammasi faqat mushu mazi holatida keladi, mudari yoki amr holatida kelmaydi. Bu mu jamid fe'l. İkincisi mazini lozim tutadigan jamid fe'l maqtash va sukash fe'ldir. Biz buni tani so'zlaymiz. Ni'ma, bisa deganga o'xshagan.
ni'ma maqtash fe'li, bi'sa so'kash fe'li. Habbaza la habbaza deganga o'xshaydi. Habbaza maqtash fe'li, la habbaza so'kash fe'li. Bumi faqat mozi uchun lozim. Üçüncüsü istisna fe'li. Yani biz fe'l deb e'tiborga olgan vaqtimizda xala, ado, hashani fe'l deb e'tiborga olgan vaqtimizda bu jamid fe'l faqat mozini lozim tutadigan, ya'ni mozi bilan keladigan jamid fe'l. Demek birincisi mozini lozim tutadigan jamid fe'l. Dördüncüsü ta'ajjubning ikki fe'li va uning o'lchami. Ta'ajjubning ikki fe'li va uning o'lchamiga kelgan fe'llarmi nima bo'ladi? Jamid fe'l bo'ladi. Masalan, ma af'ala af'aldi. En ikinci türü emrini lazım tutadigan jamid fe'l. Undan faqat fe'l emirlam chiqadi, fe'l mudari, fe'l madi chiqmaydi. Masalan, hab, ta'allam deganga o'xshaydi. Bu qalb fe'llarining qatoridir. Üçüncüsü fe'l mudarini lazım tutadigan jamid fe'llar. Ya'ni undan faqat fe'l mudari chiqadi, fe'l madi yoki fe'l emri chiqmaydi. Masalan, yahitu yaswa deganga o'xshaydi. Yahitu yasihu to'laydi degan gap. Yaswa yusavi baravar bo'ladi degan gap. Demak, bu yerdagi yahitu, yaswa hammasi ikkilisi faqat mudari holatda keladi, undan mazi yoki amr chiqmaydi. Mana jamid fe'l deganimiz faqat turilishninki ko'rinishlaridan bir ko'rinishini lozim tutadigan. Turilishning ko'rinishlari deganimiz mazi, muzari, amrdan iborat. Ya mazini, ya mudarini, ya amrini. Ya'ni uchning birini lozim tutadigan ve onun ma'nosida vaqt muhimi bo'lmagan fe'lni biz nima deymiz? Jamid fe'l deymiz. Jamid fe'l o'z ichida uchga bo'linadi. Mazini lozim tutadigan, amrni lozim tutadigan, mudarini lozim tutadigan. Biz buni tuanda so'zlaymiz. Endi fe'lni biz uning ma'nosi zamonga aloqador bo'lish, bo'lmas e'tibori bo'yicha jamid va mutasarrif deb ikki turga bo'lgan. Jamidni biz so'zlab bo'ldik. Endi ikkinchisi mutasarrif. Unda bo'lsa bu mutasarrif fe'l degan qanday fe'l deganda bu jamid fe'lning del aksi. Ya'ni turinishining, ko'rinishining hammasini qabul qiladigan. Turinishining, ko'rinishining hammasini qabul qiladigan. Ya'ni uning ma'nosi zaman hukmi bilan birikkan fe'l. Deydi, fe'l mutasarrif deganimiz huwa ma yaqbalu tahawul min suratin ila sura li ada'il ma'ani fi azminatiha al-mukhtalifa. Mutasarrif fe'l deganimiz xilma-xil zamonida ma'nini bildirish uchun bir ko'rinishdan yana bir ko'rinishga yo'tkilishni qabul qiladigan fe'l. Masalan, kataba desak biz buni fe'l mutasarrif deymiz. Nima uchun? Chunki bu kataba degan mudari'dagi ma'nosini bildirish uchun, ya'ni hozirgi zamondagi ma'nosini bildirish uchun mudari'ni qabul qiladi. Buyruqni ifodalash uchun buyruq o'zgaradi. Demak, turilni alaydigan o'zininki xilma-xil zamondagi ma'nolarni ifodalash uchun bir ko'rinishni yana bir ko'rinishga yo'tkilishni qabul qila oladigan fe'lni biz mutasarrif fe'l deymiz. Masalan, kataba, yaktubu, uktub deganga o'xshaydi. Kataba mazi, yaktubu mudari, uktub amr. Demak, uch zamon qanday qildi? Turiladi. Endi bu turiladigan fe'llarni to'liq turiladigan fe'llar va kamtuk turiladigan fe'llar deb ikki turli bo'ladi. Bu to'liq turiladigan fe'llar degan qanday fe'l deganda üç zamanның hammasiga turiladi. Maziga, muzariga, amriga turiladi. Kamtuk turiladigan fe'l deganimiz bo'lsa, mazi muzariga turiladi. Mazi-chu muzariga turiladi, undan amr chiqmaydi. Bu shunga o'xshaydi. Deydi, endi bu mutasarrif fe'l ikki turlik bo'ladi. Birinchisi tamut tasarruf. Tamut tasarruf degan nima esa to'liq turiladigan fe'llar, undan mazi, muzari, amr chiqadigan fe'llar. Bu nihoyat ko'p. وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. ونودن ماضي مضارع أمر çıkıdığan. وهذا النوع يشمل معظم الأفعال. Bu tür fe'llarning ko'pinchasini o'z ichiga oladi. Buni sanab bo'lmaydi. İkincisi naqisut tasarruf. Kamtuk turiladigan fe'llar. Ya'ni u to'liq turilmaydi degani, kamtuk turildi degani, uningdan ya mazi bilan nima mudari bilan chiqadi, amr chiqmaydi. Ya'ni 3 xil holati, madi, mudari, amrdan iborat 3 xil holat to'liq turilmaydigan fe'lni biz deymiz. Mudari naqisut tasarruf deb ataymiz. Deydi, va huwa ma ya'ti minhu al-madi wal-mudari' aw al-mudari' wal-amr faqat. Naqisut tasarruf deganimiz u uningdan madi, mudari
yoki mudori va amr cho turiladigan fe'l. Demak, undan ya mozi bilan muzori chiqadi, ya mudori bilan amr chiqadi. Üç xil ko'rinishning hammasi cho chiqmaydigan fe'lni biz deymiz naqisut tasarruf deb ataymiz. Unda bo'lsa, bu naqisut tasarruf uchli xil holat mozi muzori amrdan iborat uchli xil holat to'lanmaydigan fe'l degan qaysi deganda kada yakadu awshaka yushaku mazala ma yazalu man fakka ma yanfaku ma bariha ma yabrah. Mana bularning hammasi naqis fe'llar. Mushu yuqorida so'zlangan fe'llardan kada yakadudan mazi muzari chiqdi, amri chiqmaydi. Awshaka yushaku mazala yazalu hammasidan nima chiqdi? Mazi ila mudari chiqdi, amri chiqmaydi. Yada'u da, yadaru dar. Mana bu fe'ldan nima chiqdi? Mazi bilan amri chiqdi, lekin nima chiqmaydi? Fe'l mazi chiqmaydi. Endi bu yerda biz mazala ma yazalu, kada yakadu. Avshaka degan o'xshash naqis fe'llarni ketini qildik. Bu yerda qisqacha naqis fe'llar haqida to'xtalib o'tamiz. Bu naqis fe'llar degan nima deganda, naqis fe'l deganning o'zi emas, kamtuk fe'l degan. Kamtuk fe'l degan nima deganda, o'zining ma'nosini to'liq ifodalashda bir mubtada xabarlik jumlaga ehtiyojli bo'ladigan kamtuk fe'l. Shuning uchun bu o'zining ma'nosini o'zi to'liq ifodalashda bir jumla ismiyaga ehtiyojli bo'lganligi uchun kamtuk fe'l deb atalgan. Deydi naqis fe'l tadkhulu alal mubtada wal xabar fatarfa'u al-awwal yakun ismuha. Bu mubtada xabarga kiradi, birinchisini fash qiladi. Ya'ni mubtadani fash qilib, mubtada uning ismisi bo'ladi, ikkinchisini zavar qiladi va ikkinchisi uning nimasi bo'ladi, xabar bo'ladi. Bu af'alun nasixa deb ataladi. Bu nima uchun ham bu yerda af'alun nasixa deb ataladi deganda biz buni burun so'zlagan, chunki bu mubtada xabarning dashiga kirib aslidagi mubtada xabar degan hukmni amaldan qoldirib, mubtadani o'zining ismisi, xabarni o'zining xabari deb buning qoidasining ismisini qanday qilganlik uchun amaldan qoldirganlik uchun bu af'alun nasixa, amaldan qoldiruvchi fe'llar deb atalgan. Endi af'alun naqisalar yoki af'alun naqisalar qaysi fe'llar deganda, bu cho'ng jihatdan ikki turlik bo'ladi. Birisi kana va uning qarindoshlari. Kana va uning qarindoshlari af'alun naqisaning qatoridir. Ular qaysi? Kana, dalla, bata, adha, asbaha, amsa, sara. Bular kananinki qarindoshlari. Endi bular to'liq turinadigan fe'lmi yoki bu naqisut tasarruf, kamtuk turinadigan fe'lmi desa, bu to'liq turinadigan mutasarrif fe'l. Af'alun naqisaning ichidagi to'liq turinadiganlari. Kana yakunu kun. Shundaqo. Mushuning o'xshagan. İkincisi mazala, mabariha, mafati'a, manfaka. Bu makanin qarindoshlari, lekin bu naqisut tasarruf. Bu kamtuk turinadi. Ya'ni bundan mazi muzari chiqadi, amr chiqmaydi. Üçüncüsü madama leysa. Bu cami. Demek af'alun naqisadan bo'lgan kana va uning qarindoshlarining ichidan tamut tasarruf ba biz yuqorida dedik kana zalla bata. Naqisut tasarruf ba mazala mabariha mafata manfaka degan o'xshagan. Va jamitlar va madama leysa degan o'xshagan. Endi naqis fe'l ikincisi kada va ahavatiha. Kada va uning qarindoshlari. Kada va uning qarindoshlari birincisi muqaraba fe'llar bo'ldi, yaqinlashtirish fe'llari. Masalan, kada tasqaldi, avshaka yaqinlashdi, karubacho buni yaqinlashdi. Endi kadaninki, ya'ni muqaraba fe'lining xabari nima bo'ladi desa, bu fe'l mudari bo'ladi. An bilan birikib kelgan fe'l mudari bo'ladi. Masalan, kada tiflu ayyabki, avshaka darsu ayyantahi deganga o'xshagan. Bu kada va uning qarindoshlarining ikkinchi turi rija fe'llarmi kada va uning qarindoshlarining turi bo'ladi. Masalan, asa, hara, iqlaulaqa deganga o'xshagan. Üçüncüsü kada va uning qarindoshlari shuruq fe'llari, boshlash fe'llari, sharo'a, tofiqa, ja'ala. Hammasini bo'ldi boshlash fe'llari. Demak, meyli kananing qarindoshlari bo'lsin, meyli kadaning qarindoshlari bo'lsin, hammasini bo'ladi af'alun naqisa bo'ladi. Af'alun naqisani biz tushunish oson bo'lsin uchun ikkiga ayirdik. Kana va uning qarindoshlari deb. Chunki buning hukmi bir. İkincisi kada va uning qarindoshlari bularning hukmi bir. Ya'ni bularning hukmi bir. Ya'ni bu kada va uning qarindoshlarininki xabari an bilan birikib kelgandan bo'ladi, fe'l mudari bo'ladi. Masalan, tafiqat tullabu yataharraku, yoki tafiqat tullabu yataharrakun degan o'xshagan.
An bilan birikib kelgan nima bo'ladi? Fe'l mudari. Hukmi bir olganlik uchun buni ikkiga ayirdik. Ammo kana va uning qarindoshlari, kada va uning qarindoshlari hammasini bo'ldi naqis bo'ldi. Naqis fi'llarning ichidan kana va uning qarindoshlarining ichidan tamut tasarruf bor, naqis tasarruf bor va shu jamidlar bor. Endi bu naqis fi'llarning ismi va uning xabarining hukmi ma yantabiqu alal mubtada wal xabar min haythu at-taqdim wa at-ta'khir. Endi bu naqis fi'llar mubtada xabarining beshiga kiradi ekan. Mubtadani o'zining ismisi qildi ekan, xabarni o'zining xabari qildi ekan. Endi buning xabarini ismisini nega chiqsak bo'lamdi? Ismisini xabarninkini chiqsak bo'lamdi deganga o'xshagan shu uning ismisi xabarga aloqador bo'lgan bir bo'lib qoidalar mubtada xabarining qoidasining o'zi shu. Mubtada xabarga tatbiqlangan qoidaning o'zi naqis fi'lning ismisi va xabarga tatbiqlanadi. Deydi, mubtada xabarga tatbiqlangan narsa ilgari qilish va keyin qilish jihatdan kananinki cümlesiga va uning qarindoshlarining cümlesiga tatbiqlanadi. Endi biz bu yerda kananinki qarindoshlarini so'zlaymiz. Bu nima deb so'zlaymiz? Naqis fi'llar. Naqis fi'llar degan nima desa, cho'qim bu mubtada xabarlik jumlaga ehtiyoj qildi. Keyin kelgan mubtadalikning o'zining ismisi deb turib, qanday qiladi? Pash qiladi. Xabarni o'zining xabar deb turib zivar qiladi. Ammo bu kana va uning qarindoshlarining ichidan naqislik ham ishlatiladigan, ya'ni naqis bo'lib ham ishlatiladigan, tam bo'lib ishlatiladigan lari bor. Ya'ni naqis bo'lib ishlatilgan vaqtida cho'qim bu mubtada xabarlik jumlaga ehtiyoj qildi. Tam bo'lgan vaqtida bu odatga fe'lga o'xshash bo'ladi, ya'ni keyindan kelgan fa'ildan fa'illanadi. Deydi kana asbaha adha amsa bata dalla sara madama ma bariha. Mana mushu fe'llar ta'ti tamman. Nima bo'ladi? To'liq bo'lib keladi. Naqis fe'l emas, to'liq bo'lib keladi. To'liq bo'lib keldi degan gap u bir mubtada xabarlik jumla boshiga kelmaydi. Odatki fe'lga o'xshash, keyindan kelgan ismni fa'il deb uni marfu, ya'ni pash qiladi, shuning bilan fa'illanadi. Deydi, bu fe'llar tam bo'lib keladi. Ya'ni o'zining marfu'i bilan fa'illanadi va naqs bo'lib keladi. Biz hozir so'zlagan. Demak, yuqori so'zlagan fe'llar hem naqis hem tam bo'lib keladi. Endi bu yuqori biz kana asbaha adha degan fe'llar qanday vaqtdan bo'lib keldi? Biz buni tammi, naqsmi qanday ayirmaymiz degan vaqtida kana vujida, ya'ni vajada yoki hasala yoki tabata sabit bo'ldi, tepildi deganga o'xshagan ma'noda bo'lib qolgan vaqtida bu tam bo'ladi. Masalan, ittaqillaha haytuma kunta. Nerede bol, nerede tepil, nerede bol Allah'tan kork desem, yani ittaqillah haytuma kunta dedik. Kunta'niki kanını biz deymiz, tam deymiz. Bunun faili ta oldu. Demek bu failin kupaylandı. Tam oldu deganlik xuddi odat kataba, qara degan fe'l o'xshash muomala qilinadi deganlik. Bu bir mubtada xabarlik jumla boshiga kiradi degan qoida tushmaydi unga. Demak kana hasala tabata tepilishdan iborat bir ma'no bildirgan vaqtda nima bo'ladi? Tam bo'ladi. Masalan, va in kana zu usra fanadiratun ila maysra. Agar ular qiyinchilik bo'lib egisi bo'lib qolsa, va in kana va in wujida zu usra degan. Qaranglar bu yerda kananing nimasi bo'ldi? Wujida ma'nosi bo'ldi. Bu yerdagi kanimi tam bo'lgan kana. Asbaha desa asbahamu bir o'rilish ma'nosida emas, bulash bo'ldi degan ma'noda emas, bir vaqtni bildirgan vaqtda bu tam bo'ladi. Masalan, asbaha sabah desam tong otdi. Bu yerda asbaha bo'ldi degan emas, tong otdi degan bir to'liq bo'lib keldi deydi. Shuning uchun bu yerda asbaha fe'l, sabah uchun fa'il. Adhamu shu bir vaqtga kirish ma'nosini bildirgan vaqtda, ya'ni shu osh vaqtidan iborat bir vaqtga kirish ma'nosini bildirgan vaqtida bu to'liq bo'ladi. Masalan, harasal jundiyu hatta adha desam, askar osh vaqtigachilik qo'g'di desam, bu yerdagi hatta adha degan fe'l, adhaning bo'ldi tam fe'l bo'ldi. Osh vaqti kirgichilik, ya'ni demak, osh vaqti kirganlikni qanday qildi bildiradi. Bu yerdagi asbaha, adha, amsa, bata hammasi shu o'zining ma'nosiga vaqtda kirish ma'nosini bildirgan vaqtida tam bo'ladi. Masalan, asbaha deganga kirish, ya'ni tong otgan kirish. Asbaha sabah tong otdi. Adha osh vaqtiga kirish. Amsa kechga kirish.
Batacho kichiga kirish. Demak, mushu menda bo'lgan vaqtda tam bo'ladi. Zolla bu baqiya ma'nosida bo'lgan vaqtda hamisha bo'ldi deganda naqs bo'ladi. Baqiya ma'nosida bo'lgan vaqtda nima bo'ladi? Bu tam bo'ladi. Saracho desa raja'a ma'nosida bo'lgan vaqtda tam bo'ladi. Masalan, ala ilallohi tasirul umur desa faqat ish Allohga qaytadi. Bu yerdagi sara yasirudan chiqqan tasiru. Bu yerda biz buni af'ol naqisa demaymiz. Chunki bu yerda tarji'u ma'nosida bo'ldi, ya'ni raja'a ma'nosida bo'ldi deymiz. Demak, sara raja'a ma'nosida bo'lgan vaqtda tam bo'ladi. Madama bu baqiya ma'nosida, ma baqiya ma'nosida bo'lgan vaqtida nima bo'ladi? Tam bo'ladi. Masalan, madamatis samawati wal ard. Qaranglar, bu ma baqiyat. Osmon zamin qilib qolsa, madamiki osmon zamin qilib qolsa dedik, bu yerdagi as-samawat baqiyaning nimasi bo'ldi? Fa'il bo'ldi. Demak, bu yerda tam bo'lganlik uchun o'zining fa'ilisi bilan kifoyalandi deymiz. Ma barihatchu, ma zahaba, ma faraqa degan ma'noda bo'lgan vaqtida tam bo'ladi. Masalan, falan abrahal arda hatta ya'zana li abi. Demak, dadam menga ruxsat qilgan qadar hech qanday ayrilmayman bu zamindan deganda, balki falan abraha deganda bu tam ma'nosida kelgan. Tam ma'nosida. Demak, kana asbaha adha amsa bata zalla sara madama ma bariha degan bu fe'llar tam bo'lib keladi. Tam bo'lib kelgan vaqtda o'zining fa'ili bilan fa'ilnidi. Bu vaqtda mubtada xabarning beshiga kiradigan hukmdan amaldan qilib o'zining fa'ildan fa'ilib fe'il fa'il deb muomala qiladi. Bunda o savaqlashlar bugungi darsimiz o'sha yerda oyoqlashdi. Buni oxirida ko'nikma berilgan. Buni sizlar ishlaysizlar. Masalan, birinchi ko'nikmada bayyinil af'alin naqisa va asma'aha va akhbaraha fima yali. Buundagi naqis fe'lni va uning ismini va uning xabarini bayon qilamiz. Naqis fe'lni al-fi'l naqis deganning ostiga yozasizlar. Ismini ismuha deganning ostiga yozasizlar. Xabaruha deganning ostiga uning xabarini yozasizlar. Masalan, kun mutayaqqidan desak, kun degan fe'l naqis. Kim? Anta. Kun anta. Ya'ni bunun tegidagi anta degan domirasi nima? Kunning nimasi bo'ldi? Ismisi bo'ldi. Mutayaqqidancho uning xabari. Mushunga o'xshagan bu kataksidan to'ldirishlar. Ikkinchisi mayyiz al-af'al an-naqisa min al-af'al at-tamma fi ma yali. Tuandagi tam fe'llardan naqis fe'lni ayiradi. Demak, endi sizlar bu mashqda fe'l naqisning ichidan ham tam bo'lib keladigan, ham naqis bo'lib keladigan fe'llar berilgan. Buning ichidan sizlar jumlaga o'rniga qarab fe'lni chiqarsizlar, undan keyin naqis bo'lgan bo'lsa naqisga belgi qo'ysizlar, tam bo'lgan bo'lsa tam qo'ysizlar. Masalan, kana qanday vaqtda tam bo'ladi degan biz wujida, hasala, thabata degan ma'noda vaqtda. Masalan, al-azimu azimun haythu kana. Katta degan katta nada bo'lsa, nada tepilsa qolma haythu wujida. Kana bir ma'nosida haythu wujida. Katta degan katta nada bo'lsa. Demak, bu yerda kana fe'l naqismi tammi? Tam. Saral vaqtu rabi'an. Sarf fe'l naqismi tammi? Bu yerda fe'lni astiga sarni yozsizlar, naqismi tammi degan ekan, bu naqis. Chunki al vaqtu rabi'un degan mubtadaning beshi keldi. Ham bu o'rildi. Vaqt kuzulab o'rildi deb bir tahvil ma'nosi bor. Bu tahvil ma'nosiga vaqt naqis bo'ldi. Ammo raja'a qaytdi degan ma'noga vaqtni tam bo'ldi. Qolgan nima so'zlagan qoida bo'yicha oyisizlar, bu nihoyatda muhim. Bunda bo'lsa vaqtlar bugungi darsimiz mushada aqlashdi. Kelarki soat darsimiz ko'rishaylik. Assalomu alaykum.